Hammaga assalomu alaykum. Junayd Lovus kanali obunachilari. Simental buqa ishqibozlari. Kun sanasiga 17-may 2025-yil Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan simental 2 dona buqachamiz bor. Hop, kattasi 2,5 oylik, kichigiga 40 kunlik. O'limdan chiqqan 40 kunligi ham 100%. Sut yemadi ikkalasi. Bemalol sigiri borlar, sigirni tagiga qo'shsanglar bo'laveradi. Tan joni sog', haqiqiy ustaligi mana. Oq tumshuq, oq kiprik, stakan yo'q deganlardan. Orqa taraflardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Kattasini sutdan chiqarib yuborsa ham bo'laveradi. Kichkinasi ham 100% o't yeydi. Kepa yeydi, bo'lmas. Orqa taraflari ham o'ta pachka, haqiqiy. Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Soni 2 dona. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 34 million so'mga xayrisi bor. Dastavkamiz yo'q, lekin dastavkaga mashina topib beramiz. Yeb ichishi, sog'ligi, sog'lomligi hamma joyida. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Soni 2 dona. Boqishni bilmaydigan odam ham xudo xolisa kichkinasini shuni olib sigaretaga qo'shsa, umuman ichiga tisi bo'lmaydi. Qo'rqinchli holatdan o'tib bo'lgan xudo xolisa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib, obuna bo'lib qolsa, kiritayotgan videolardan SMS tarzida birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ikkalasini ham shoxi kuydirilgan. Pardoz andoz qilinmay shunday qo'rani o'zidan shuni olib chiqildi, zagonda yurgan go'zali. Mana. Ustaliklari. Tumshug'i oppoq, mana hozir aplikani ham yeyman deyapti, deyapti. Darvozaxonada. Aloqa uchun nomerlarimiz 93 261 06 40. Aloqa chiqaverasizlar.